inson zotini butun xalq orasida sharmanda qiluvchi illatlardan biri yolg'onchilikdir. Bunday kishilarni ko'pchilik yoqtirmaydi. Ularga hech narsa ishonilmaydi. Yolg'onchilar o'zgalarni laqillatdim deb o'ylashadi. Holbuki o'zlari qazigan choqga faqatgina o'zlari tushib qolishadi. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotlardagi hodisalar negizida ham ana shu illat yotibdi. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'iga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro Gulbibi Choriyeva o'zi uchun foydali, o'zgalar uchun tuhmatga aylanishi mumkin bo'lgan yolg'on jinoyat haqida yozma xabar bergan. U o'zining dastlabki arizasida 2018-yil 20-yanvar kuni yashash uyining mehmonxonasida bo'lgan sandiqning ichida saqlanayotgan 20 million so'm pullari hamda bir dona tilla uzugi va bir juft sirg'asini noma'lum shaxslar o'g'irlab ketganligi, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. Qayta yozgan arizasida esa batamom boshqacha. Har nima bo'lgan taqdirda ham fuqaroning murojaati ichki ishlar xodimlari tomonidan e'tiborsiz qoldirilmadi. Mazkur holat yuzasidan Dehqonobod tuman Ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov-tezkor guruh tashkil etilib, hodisa joyiga chiqildi. Voqea joyida tergovga qadar tekshiruv ishlari amalga oshirilganda, fuqaro Gulbibi Choriyeva ushbu pullarni ukalari va o'g'lidan olganligini ma'lum qilgan bo'lsa-da, biroq ukalari va o'g'li fuqaro Gulbibi Choriyevaga pul bermaganliklari oydinlashdi. Yashash uy mehmonxonasining eshigiga osilgan qulfning buzilmaganligi va ko'rsatmalari o'z tasdig'ini topmaganligi sababli uning har bir vaji bo'yicha zudlik bilan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilganda, fuqaro Gulbibi Choriyeva shu kuni mehmonxonasidagi sandig'ining ichida bo'lgan 1,191,000 so'm pullarini qizining uyidagi un qutisining ichiga yashirib qo'yganligini tan oldi. Gulbibi Choriyevaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.